Abdulla Qodiriy o'zbek adabiyotida roman janri asoschisi va jaddid faoliyati a'zosi. Abdulla Qodiriy asosiy taxalluslari Qodiriy Julqunboy. Abdulla Qodiriy 1894-yil 10-aprel sanasida Toshkentda Bog'bon oilasida tug'ilgan. Otasi Qodir bobo 1820-1924-yillar xon beklar qo'lida sarbozlik qilgan. Rus bosqini paytida Toshkent mudofaasida qatnashgan. Otasi boshidan o'tgan sarguzashtlar Abdulla Qodiriyning qator asarlari, xususan tarixiy romanlarning yuzaga kelishida muhim rol o'ynagan. Abdulla Qodiriy musulmon maktabida 1904-1906-yillarda, Rus Tuzem maktabida 1908-1912-yillarda, Abul Qosim Shayx madrasasida 1916-1917-yillarda ta'lim oldi. Moskvadagi adabiyot kursida 1925-1926-yillarda o'qidi. Yoshligidanoq qadimgi sharq madaniyati va adabiyoti ruhida tarbiya topgan. Arab, fors va rus tillarini o'rgangan. Jahon adabiyotini ixlos bilan mutolaa qilgan. Oilasi kambag'allashganligi sababli bolalikdan mustaqil mehnat qila boshladi. Turli kasblarni egalladi. Mahalliy savdogarlarga kotiblik va gumashtalik qildi. 1917-yil oktyabrda davlat to'ntarishidan so'ng Eski shahar ozuqa qo'mitasining sarkotibi, 1918-yil Oziq ishlari gazetasining muharriri, 1919-yil Kasabalar shurosining sarkotibi, 1920-yil Mushtum jurnalining tashkilotchilaridan va tahrir hay'ati a'zosi, 1923-1926-yillarda. Abdulla Qodiriy ijodiy faoliyatining boshlanishi 1910-yillarning o'rtalariga to'g'ri keladi. Sadoy Turkiston gazetasining 1914-yil 1-aprel sonida Abdulla Qodiriy imzosi bilan yangi masjid va maktab sarlavhali xabar bosiladi. Bu bo'lajak adibning matbuotdagi dastlabki chiqishi edi. Oradan ko'p o'tmay uning To'y, Ahvolimiz, Millatimga, Fikr aylagil kabi she'rlari, Baxtsiz kuyov dramasi, Juvonboz hikoyasi chop etiladi. Abdulla Qodiriy hayotining dastlabki namunalari bo'lgan bu asarlar millatparvarlik, ma'rifatparvarlik ruhida yozilgan bo'lib, jaddidchilik g'oyalari bilan sug'orilgandir. Muallif unda xalqning zabun holatidan kuyib so'zlaydi, millatni uyg'onishga da'vat etadi, fikrlashga chorlaydi. Abdulla Qodiriyning Uloqda hikoyasi 1916-yilda avvalgi asarlari bilan tenglashtirib bo'lmaydigan darajada yuqori bo'lib, 20-asr tongidagi o'zbek realistik adabiyotining cho'qqisi, realistik hikoyaning eng yaxshi namunasi hisoblanadi. Abdulla Qodiriyning 1917-yil oktyabr to'ntarishidan keyingi faoliyati asosan matbuot bilan bog'langan. Uning 1919-1925-yillar oralig'ida yozgan maqolalari soni 300 atrofida. Abdulla Qodiriyning publisistik chiqishlari avvalo o'sha davrning tarixiy hujjati, zamonasining solnomasi. 20-yillar o'rtalarida yozilgan Kalvak Mahzumning xotira daftaridan Toshpo'lat tajang nima deydir satirik hikoyalar turkumida yozuvchi kulgusi, xarakter kulgusi darajasiga ko'tarildi. Muallif bunda hayotdagi odamlar tabiatidagi muayyan salbiy hodisalarni sof mafkuraviy nuqtai nazardan turib, nuqul, biryoqlama, qoralash, fosh etish yo'lidan bormay, xarakter va hodisalarni xolis turib, murakkabligi, ziddiyatlar bilan ko'rsatishga jazm etadi. Abdulla Qodiriy Shuro hokimiyatining dastlabki yillarida qizg'in jurnalistik faoliyati bilan barobar o'zbek adabiyotidagi birinchi roman O'tgan kunlarni yaratdi 1919-1920-yillarda. Romandan boblar 1922-yil Inqilob jurnalida e'lon etildi. 1924-yil 1926-yillari har biri bo'limi alohida kitob holida bosildi. O'tgan kunlar yaratilgan davr o'zbek xalqi uchun millatning erki, ozodligi, mustaqilligi, jahondagi o'rni masalasi, hayot-mamot ahamiyatiga molik edi. Abdulla Qodiriy mintaqamiz taraqqiyotparvar ziyolilari safida turib, ona yurtning, millatning taqdiri ustida astoydil qayg'urdi. O'zicha najot yo'lini izladi. Avvaliga u bolsheviklarning yolg'on va'dalariga ishondi, ammo adib bu va'dalar qog'ozda qolib ketayotganini, yovuz mustamlaka siyosati mohiyat e'tibori bilan o'zgarmay qolayotganini, munofiqona tus olayotganini, el orasida buzg'unchilik, fitna, sinfiy mafkuraviy adovat avj oldirilib, birodarkushlik urushi boshlanib ketganligini, sho'rlik xalq bu qonli siyosatning qurboni bo'layotganini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Ayniqsa, Qo'qon muxtoriyotining tor-mor etilishi ko'pgina hur fikrli ziyolilar qatori Abdulla Qodiriyning qalbini larzaga soldi.
Adib O'tgan kunlar romani orqali xalqning milliy ongini uyg'otmoqchi bo'ldi. Tariximizning eng kir, qora kunlari, yurtni mustamlaka balosiga giriftor etgan keyingi xon zamonlari, 19-asr o'rtasidagi mudhish tarixiy jarayonlar haqida so'z ochib, bu ayanchli haqiqatdan xalqqa saboq bermoqchi bo'ldi. O'tgan kunlar romanining ma'no mundarija doirasi nihoyatda keng. Unda xilma-xil insoniy taqdirlar, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, axloqiy, oilaviy, ishqiy muammolar qalamga olingan. Biroq ular orasida yurtning, millatning taqdiri, mustaqilligi masalasi alohida ajralib turadi. Binobarin el-yurtning mustaqilligi, birligi masalasi romanning asosini tashkil etadi. Asarning bosh qahramonlari Otabek va Yusufbek hojilar shu yurt istiqloli, farovonligi, osoyishtaligi yo'liga hayotini, jonini tikkan fidoyi kishilardir. O'tgan kunlar bamisoli ulkan va tiniq ko'zgu. Unda o'zbek millatining muayyan tarixiy sharoit, vaziyatdagi turmushi, urf-odatlari, ruhiy ma'naviy dunyosi, bo'ybasti, qiyofasi keng ko'lamda aniq ravshan gavdalantirilgan. O'tgan kunlar bir qarashda an'anaviy ishq dostonlarini ham eslatadi. Unda Otabek bilan Kumushning ishqiy sarguzashtlari fojiasi juda katta mahorat bilan tasvir etilgan. Asardagi ishqiy sarguzashtlar kitobxonni hayajonga soladi. Otabek bilan Kumushning go'zal baxtini barbod etgan omillar kishini chuqur o'yga toldiradi. Muallif oshiqlarning ishqiy sarguzashtlari bahonasida muayyan tarixiy davrni, Turkistonning rus bosqini arafasidagi ahvoli, qora kunlarni ko'z oldimizga gavdalantiradi. Qodiriy ishqiy sarguzashtlar ko'rinishida o'lkaning tutqunlikka tushishining bosh sababi jaholat, qoloqlik va o'zaro ichki nizolar degan fikrni g'oyat ustalik bilan aytadi. Garchi romanda adib shaxs xarakteri va qismatini muhit, sharoit, ijtimoiy muammolar bilan chambarchas aloqadorlikda tasvir va tahlil etsa-da, inson shaxsining muhit va sharoitiga bog'liq bo'lmagan tug'ma, sirli, sehrli, g'aroyib shevalariga ham e'tiborini tortadi. Bu jihatdan bir oila, bir xil sharoitda tug'ilib voyaga yetgan saviya xarakter, surat va siymo vajidan ikki olam egachi singil Zaynab va Xushro'y bibi obrazlarining talqini g'oyat ibratlidir. Biri muti, itoatkor, nuqul o'zgalar izni bilan ish ko'radi. Ikkinchisi esa dadil, mustaqil, o'z baxti va taqdiri uchun faol kurash olib boradi. Yozuvchi bu ikki shaxs xarakteriga xos tug'ma xususiyatlarni sharhlash bilangina cheklanmaydi. Bunday xislatlarning o'sha kimsalar qolaversa, o'zgalar taqdiriga ko'rsatgan ta'siri, fojia oqibatlarini ham ifoda etadi. O'zini boshqalar ixtiyoriga topshirib qo'ygan Zaynab shu ojizligi tufayli o'z vaqtiga zomin bo'libgina qolmay, yana o'sha ojizligi tufayli o'zgalar qutqusi orqasida beixtiyor jinoyatga qo'l uradi. Kumushga zahar beradi. Mustaqillik, dadillik yaxshi xislat, biroq unga xudbinlik aralashsa baloyi azamga aylanishi mumkin. Xushro'y bibi o'z baxti uchun kurashadi. Shaxsiy manfaatlari yo'lida hech narsadan qaytmaydi. Birovlarning ko'z yoshlari hisobiga o'zgalarning baxtiqarorligi evaziga o'z baxtini tiklaydi. Romandagi o'zbek oyim obrazi ham nihoyatda tabiiy va go'zal siymolardan biridir. Dumbul tabiat bu ayol o'g'li Otabek qolaversa kelinlari Kumush, Zaynab taqdirlarining chigallashib ketishi, oxiri fojiaga yuz tutishida bosh sababchi ekani ayon. Biroq har qancha gunohkor bo'lmasin, o'ta andishali adib uni keskin qoralashga tili bormaydi. Nima bo'lganda ham o'zbek oyim baribir ona. Ayni paytda rostgo'y realist yozuvchi onaning palapartish, dovdir xatti-harakatlaridan, tabiatdagi ayrim kamchiliklaridan ko'z yumib o'tolmaydi. Bu borada adibga xalqona yumor qo'l keladi. Bu obraz tasviri boshdan yoq ajib serjilo, ham kinoya kesatqarga, ham ardoq mehrga to'la yumor bilan yo'g'rilgan. Xullas, O'tgan kunlar romani to'qima qahramonlarning hayotiylik kasb etishi va tarixiy voqealarga uyg'unligi jihatdan ham, mujassamot butunligi va tilidagi nafosati jihatdan ham o'zbek adabiyoti xazinasidagi durdonalar qatoridan o'rin olgandir. O'tgan kunlar o'zbek adabiyotidagi ilk roman bo'lishining o'zi bilanoq ilgari bosilgan katta qadam edi. Unda realizmning asosiy tamoyillari yuqori badiiy saviyada amalga oshirildi. Roman umuman o'zbek adabiyotida yetuk realizmga asos soluvchilik rolini o'ynaydi. Abdulla Qodiriyning ikkinchi yirik asari Mehrobdan Chayonni 1928-yil fevralda yozib tugatdi. Roman 1929-yil Samarqandda bosilib chiqdi. Romanda Anvar bilan Ra'noning sevgi sarguzashti, qalb nazokati, shoirona tarannum etilgan. Maktabdor Solih Maxdumning yumoristik obrazi adabiyotshunoslikda yozuvchining jiddiy yutug'i, kashfiyoti sifatida e'tirof qilingan.
Abdulla Qodiriyning tarixiy romanlari 20-yillardagi yangi o'zbek adabiyoti oldida turgan murakkab g'oyaviy badiiy muammolarning juda ko'pini yechib berdi. Keyinroq o'zbek adabiyotining atoqli vakillari qatoriga ko'tarilgan Oybek G'afurg'ulom, Abdulla Qahhor, Abdulla Qodiriy ijodining katta ta'siri ostida yetuk yozuvchi bo'lib yetishdilar. Abdulla Qodiriy ijodidagi chuqur mazmunni jozibador va ravshan shaklda ifoda eta olish, hayotdan yirik va salmoqli voqealarni tasvir uchun tanlay olish, hayotdagi dramatik vaziyatlarga e'tibor, shaklning ixchamligi va katta prozada ortiqchaliklardan xoli ifodaning ustunligi, so'zning ma'noga mosligi va yorqinligi, hammadan ham muhimi kishilar xarakterining muhim xususiyatlarini ko'ra olishi va tasvir eta bilish yosh avlod uchun doimo ibrat namunasi bo'lib kelmoqda. Oybek aytganidek, o'tgan kunlar romanida yozuvchi til ustida katta mahorat ko'rsatadi. Romanning tili haqiqatdan boy, bo'yoqli, sodda, ifoda kuchi zo'r, ommaga anglashilarlik bir tildir. O'zbek adabiy tilining shakllanishida bu asarning roli shubhasiz katta. Abdulla Qodiriy yosh adabiy avlodni doimo jahon realistik adabiyotidan o'rganishga chaqirar, o'zi ham jahon klassikalarini mutolaa etish va ularning asarlarini o'zbekchaga tarjima qilish jarayonida realizm ustalaridan o'qib o'rganib borar edi. Adib o'z kasbi haqida to'xtalib shunday degan edi: yozuvchilikda bir qonun bor. Hammadan ilgari ma'no, undan so'ng shu ma'noni ifoda qilish uchun so'z qurish so'zgina emas, san'atkorona, ya'ni shundoq so'zki aytmoqchi bo'lgan fikringizning ifodasi uchungina maxsus yaratilgan bo'lib, yasama bo'lmasin. Mana shu shartni bajarib, bu jihatdan ta'min etilgach, boshqa masalaga o'tishga haq olgan bo'lasan. Obid Ketmon qissasi. Abdulla Qodiriy 30-yillardagi murakkab sharoitda ham ijodini davom ettirdi. 1934-yil qishloq hayotidan Obid Ketmon qissasini yozdi. Asardagi Obid obrazi o'zbek adabiyotidagi noyob hodisa. Uni o'zbek xalqining mehnat, dehqonchilik madaniyati bobidagi yetukligi timsoli deyish mumkin. Yozuvchi bu obraz tasvirida o'sha davrda odat tusiga kirgan tor sinfiylik doirasidan ancha chetga chiqib, umuminsoniy qadriyatlarni ardoqlash yo'lidan boradi. Xolis turib qishloq xo'jaligini jamoalashtirish harakatining bir qancha tomonlarini haqqoniy ko'rsatdi. Ichki muammo ziddiyatlarini ochib berdi. Kolxoz tuzumi oxir-oqibatda odamlardagi tashabbusni, shaxsiy egalik, manfaatdorlik tuyg'usini so'ndirishligini aytdi. Qodiriyning mazkur qissasini o'zbek adabiyotidagi birinchi ishlab chiqarish qissasi, Obidni esa birinchi ishbilarmon odam obrazi deyish mumkin. Abdulla Qodiriy bu o'rinda iqtisod, xo'jalik masalalarining bilimdoni, tadqiqotchisi sifatida ham ko'rinadi. Asar bosh qahramonining xarakteri, ruhiy olami asosan mehnatda, xo'jalik ishlarida ochiladi. Tarjima asarlari. Abdulla Qodiriy zukko, tilshunos, zabardast tarjimon sifatida ham katta ishlar qildi. U tatar fizik olimi Abdulla Shunosiyning Fizika 1928-yilda, Gogolning Uylanish 1935-yilda, Anton Chexovning Olchazor 1936-yilda asarlarini o'zbekchaga tarjima qildi. Qozonda bosilgan to'la ruscha o'zbekcha lug'atni 1934-yilda tuzishda ishtirok etgan. Abdulla Qodiriy asarlari, ayniqsa romanlari jahon miqyosida tez tarqaldi. O'tgan kunlar Ozarbayjon tilida 1928-yilda, Mehrobdan chayon tojik tilida 1935-yilda, Obid Ketmon rus tilida 1935-yilda nashr etildi. Shundan buyon bu asarlar rus, qozoq, uyg'ur, tatar, arab, italyan, ingliz, nemis va boshqa tillarda qayta-qayta nashr etilib kelayotir. Abdulla Qodiriyning 44 yillik umri, 20 yillik ijtimoiy va ijodiy faoliyat davri keskin kurashlar, ta'qib va tahdidlar ichida o'tdi. Rostgo'y adib sho'ro davri haqidagi badiiy asarlarida, publisistikasida sho'ro voqeligiga xos ziddiyatlarni, siyosatdagi xato va kamchiliklarni xolis turib ko'rsatishga jazm etdi. Ammo uning bu urinishlari birin-ketin zarbga uchray boshladi. 1926-yil Mushtumda bosilgan yig'indi gaplar hajviyasidagi tanqidiy mulohazalar uchun aksil-inqilobiy harakat qilganlikda ayblanib qamoqqa olindi. Turli bo'xtonlar bilan sudlandi. Sudda u mardona turib o'z sha'nini himoya qildi. Obid Ketmon qissasi ham sho'ro mafkurachilariga ma'qul kelmaydi. Keskin tanqidga uchraydi. Ideologik buzuqliklar va xatolarga to'la siyosiy tuturuqsiz asar sifatida baholanadi. Yozuvchining tarixiy romanlarining esa asosiy mavzusi millat taqdiri, birligi, el-yurt qayg'usi, mustaqilligi, shaxs erki, ijtimoiy adolat uchun kurash g'oyalari bilan yo'g'rilganligi tufayli ham hukmron mafkuraga zid asarlar bo'lib chiqdi. Millat ruhini yorqin aks ettirgan, xalqning o'ziga, millat kitobxonlarining sevimli asarlariga aylangan bu romanlar sho'ro davri siyosati uchun zararli kitoblar sifatida
bot qoralandi. 30-yillar o'rtalariga kelib bu mash'um kompaniya avjiga chiqdi. Abdulla Qodiriy 1937-yil 31-dekabr kuni hibsga olindi. 9 oylik qamoqdagi so'roq, tergov, qiynoq, xo'rlikdan so'ng Cho'lpon, Fitrat kabi maslakdoshlari bilan birga qatl etildi. Qodiriy hibsga olingach asarlari zararli sanalib, o'tda yoqildi, kutubxonalardan yo'qotildi. Ularni o'qish taqiqlandi. Abdulla Qodiriy Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti Mustaqillik ordeni bilan taqdirlandi. Abdulla Qodiriy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti ta'sis etilgan. Toshkent Davlat madaniyat institutiga, Toshkentdagi madaniyat va istirohat bog'iga, respublikaning turli shaharlari, ko'chalariga, respublikamizdagi ko'plab madaniyat muassasalariga uning nomi berilgan. 2019-yilda Toshkentda Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi tashkil etildi. O'tgan kunlar va Mehrobdan chayon romanlari asosida kinofilmlar va ko'p seriyali telefilmlar yaratilgan. 1969, 1996, 1973 yillarda oilalarda farzand tug'ilsa Abdulla Qodiriy romanlari qahramonlari nomlarini qo'yish rasm bo'lgan. Vazirlar Mahkamasining 1993-yil 23-iyundagi qaroriga asosan 1994-yilda Abdulla Qodiriyning 100 yillik yubileyi nishonlangan.